Alloh hammamizga chiroyli uylar, chiroyli martaba, halol rizq, barakali umr bersin. Xo'p, bugun biz Toshkent viloyati Nurafshon shahar Oppoq MFI Toshkent yo'li ko'chasi 74-uyga keldik. 8 sotiklik korobka holatida yo'l ustida. Toshkent Piskent yo'nalishi. Nurafshon shahridan 6 kilometr ichkariga kirganmiz. Nurafshon shahridan 6 kilometr ichkariga kirganmiz. Xonadon egasining mashinasi. Vaqtlar olmasdan tez obzor qilib beramiz. Mana xonadon kirib kelaverish. Eski binolari bor. Yer hisobida sotilyapti bu. Yer hisobida. Bu uylar hisob-kitob qilinmaydi. Orqasi toza mana dalalar, toza havo. Sal 2 kilometr, 3 kilometr yurganda burgalik, ozgina Toshkentliklar biladi. Birinchi most, ikkinchi most desa o'shda baliq tutishadi, boshqa qiladi. Ko'ringlar mana xonadonimiz. Lokatsiya zo'r, yo'l ustida. Uylar ko'rsatib o'tirmayman. Zarur emas, baribir ham bu uylar buzilsa kerak. Tadbirkor akalarimiz bo'lsa, kelinglar. Uy egasini to'g'ridan-to'g'ri nomerini tashib ketamiz. 8 sotiklik maydon mana. To'g'ridan-to'g'ri tashib ketamiz. O'zingizlar gaplashib kelishib olaverasizlar. Har bir sotigiga 5000 AQSh dollari so'ralyapti. 40000 AQSh dollari, lekin ustida savdosi bor. Kelsanglar inshaalloh o'tib beradi. Qo'shnilar yaxshi. Havolar toza ancha. Ozgina o'tsanglar manzarali joylar bor, ro'shchalar bor, cho'miladigan joylar bor. Maktablarimiz 10-maktab chap qo'lingizda, 11-maktab o'ng qo'lingizda, ikkita maktab, bog'chalar bor. Sentr joylar aslida ozgina chiqilsa, Nurafshon shahar, Nurafshon cityga 3 kilometr. Qo'yliq bozoriga tak 23-9 bo'lsa, maksimum 30 kilometr Qo'yliq bozoriga. Food City 25 kilometr atrofida. Gaz, suv, svet, kommunikatsiya bu yerda unaqa narsadan muammo yo'q. Mana egasi gaplashib olaverasizlar. Nomerni tashib ketamiz. Rahmat.